Koinot nima? Koinot. Ha. Choynak. Muhammad Yusuf, agar tarbiyachi opa sehrgar bo'lib qolsa, nima xohlagan bo'lardi? Shokolad, ko'pgina shokoladmi? Yana nima xohlagan bo'lardingiz? Jahla. O'yinchoqlar xohlagan. Otingiz nima? Hamida Bonu. Hamida Bonu. Osmon qanaqa rangda? Белый. Tarbiyachi opa sehrgar bo'lib qolsa, nima xohlagan bo'lardingiz? Shokolad. Shokolad? Qancha shokolad? 5 ta. 5 ta shokolad. Otingiz nima? Saliha Bonu. Soliha Bonu tarbiyachi opa sehrgar bo'lib qolsa, nima xohlagan bo'lardingiz? Banan yegan bo'lardi. Banan so'ragan bo'lardingiz sehrgar bo'lib qolsa. Soliha Bonu, osmon qanaqa rangda? Ko'k. Ko'k rangdami? Otingiz nima? Saliha. Soliha. Nechaga kirdingiz? 5 ga. Katta qiz bo'lib qolibsiz-da. Bog'cha opingiz, tarbiyachi opingiz sehrgar bo'lib qolsa, nima so'ragan bo'lardingiz? Shokolad. Shokolad. Kimga berardingiz o'sha shokoladni olib? Saliha. Soliha. Soliha siz yaqin o'rtog'ingizmi? Birga o'ynaysizlar? Otingiz nima? Ifora. Ifora. Nechaga kirdingiz? 4 ga kirdingizmi? Katta qiz bo'lib qolibsiz. Bog'cha opingiz sehrgar bo'lib qolsa, nima so'ragan bo'lardingiz? So'raymi? Nima so'raysiz bo'lmasa? Shokoladmi? O shokoladni olib nima qilasiz? Beraman. Bermaysizmi hech kimga? Bog'cha opangizga ham bermaysizmi? Beraman. Berasizmi? Bizgachi? Berasizmi? Ismingiz nima? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali tarbiyachi sehrgar bo'lib qolsa, nima so'rardingiz undan? Said boshini og'riyapti. Aytaysan. Boshini og'riyapti, hamma og'riyapti, tehani o'ynayapti. Boshini olib desam, mashinani minsam, og'alarim mashinani achsam, olmaylar. A few moments later. Moyam yoqaman, ashu yoqda mana. Mashina yoq. 2 hours later. Ochib, ten ochib, urishaman men bilan. 1 eternity later. Hamma bolalar o'ynayapti. Shokoladni o'chtamay o'tarim, bermadi. Bog'chada yaqin o'rtog'ingiz bormi? Oti nima? Muhammad Yusuf. Yaqin o'rtog'ingiz ismi Muhammad Yusufmi? Bog'chada yaqin o'rtog'ingiz bormi? Nima oti? Hamida Bonu. Yaqin o'rtog'ingiz oti Hamida Bonumi? Sizniki ham Hamida Bonu? Koinot nima? Sayyora. Bog'chada o'rtog'ingiz bormi? Kim? Asiya o'rtog'im. Kim? Asiya o'rtog'im. Osiyo o'rtog'ingizmi? Yaqin o'rtog'ingizmi? Sochingizni kim qilib qo'ydi? Aya. Ayaz qilib qo'ydi, uncha chiroyli qilib qo'yibdi. Ayaz yaxshi ko'rasizmi? Yaqin o'rtog'ingiz bormi bog'chada? Oti nima? Hamida. Hamida yaqin o'rtog'ingizmi? O'ynaysizlarmi birga? Osmon qanaqa rangda? Oq. Koinot nima? Bulutlar. Nima o'zi koinot? Qala. Koinot. Bilasizmi? Nima? Koinot nima? Koinot nima? Choynak. Bog'chaga birorta hayvon olib kelish kerak bo'lsa, qaysi hayvonni olib kelgan bo'lardingiz? Qaysi hayvonni eng ko'p yaxshi ko'rasiz? Sher? Sher yoqadimi? Bog'chada eng ko'p nimani yoqtirasiz? Shokolad. Shokolad berishlarini yoqtirasizmi? O'rtoqlaringiz bilan o'ynaysizmi? Ularning ismlarini sanab bering. Soliha. 5 ta shokoladni kimlarga berasiz shokoladlarni? Solihaga. Solihaga. Hammasini Solihaga berasiz. Bizgachi? Sizlarga beraman. Berasizmi? Agar men sizga qo'lingizga 5 ta shokolad bersam, kimlarga berardingiz ularni? Asiya o'rtog'im. Osiyoga berardingiz. Hammasini Osiyoga berasizmi? Bog'cha opangizga berasizmi? Bizgachi? Beraman. Berasizmi? Hammamizga bittadan berasizmi? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor. Doktor bo'lasizmi? Doktor nima qiladi o'zi? Ukol.
Ukol qilasizmi? Bola ukol qilsa yig'laydi. Siz ham yig'laysizmi? Yig'lamaysizmi? O'zga sayillarni ko'rganmisiz? Ko'rmaganmisiz? Men ham ko'rmaganman. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Mashina minib. Mashina minasizmi katta bo'lsangiz? O'rtog'ingiz bormi bog'chada? Ha, bor. Oti nima? Mustafa. Mustafa? Ha. Men sizga 5 ta shokolad bersam, kimga berasiz o'sha shokoladlarni? O'zimni Mustafa'mi? Kimga berasiz? Mustafa da o'zimni. Mo yoqmaydi, menda as yoqmaydi. O'zim tirabash, u tachi bo'ladi. Agar uyingizdagilar ko'rib turgan bo'lsa, ayiz, dadangiz ko'rib turgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz ularga? Ularga Nima deysiz? aya shokolad bering derdim. Ayizga aya shokolad beringdir desa. Agar sizni ota-onangiz ko'rib turgan bo'lsa, ularga gapingiz bormi? Nima so'ragan bo'lardingiz? Menga narsa bergan. Narsa berasizmi? Nima berasiz? Dadam menga sok bilan pechene bergan. Sok bilan pechenye bergan. Yana nima so'raysiz uyingizdagilardan, ayizdan, dadangizdan? Mevalar so'rayman. Eng ko'p nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Ayam yordam berdi, xohlayman. Ayizga yordam berishni xohlaysizmi? Ayizga qanday qilib yordam berishni xohlaysiz? Kiyimlardi. Kiyimlarni nima qilasiz? Yuvasizmi? Ayizga kiyimlarni yuvib yordam berishni xohlaysizmi? Sochingizni kim qilib qo'ydi? Ayam. Ayiz qilib qo'ydi. Juda chiroyli. Bo'yningizdagini kim berdi? Ayam. Ayiz osib qo'ydimi? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Opa bo'laman. Opa? Hozir opa emasmisiz? Ayiz dadangizga birorta gap ayting. Nima so'ragan bo'lardingiz? Ayiz sizni ko'rib turibdi hozir. Hatta Aytib ko'rib turibdi. boqaman. Ayam harakat etamiz. Ayam harakat etamiz. Ayasi yatishtirib